Temur idisizlar. Mana oddiy pistoletni otib ketaman. Malibu esa BMW'chilarni rostakasim shou bo'lib o'tyapti. Hozir bir tarafda Timur Malibu bilan bir tarafda Topali Cup. Nima deb o'ylaysiz Timur, yutaman deb o'ylayapsizmi? Men buni yutaman hozir. Free Fire o'ynayman. Boshqa shartingiz bormi? Alice qanaqa shart bermoqchisiz? Ko'p gapiryapti. O'sha shekga o'ynatgan ilonchasini o'ynaydi. Yomon qilmoqchi. Ikkalasi ham azartni turibdi. O'rtada men bolalar 50 ming yuz ham faqat sizlar uchun like bosgan, komment yozgan, repost va podpisatsiya bosganlar uchun. Sizlar tayyor bo'lgan bo'lsanglar, qani o'yinlarni boshlaymiz. Ko'ramiz. Kuchini ko'raylik qani Ali. Hozir ozgina sabr qil. BMW'chilar qanaqa o'ynaydi o'zi? Armandimi? Hozir ham bitta qo'limdan o'ynayman. Qo'yga qachon olamiz BMW'ni bilan? Boy joyda. Mani 2 tur bor ekan, aytib qo'y. 450 ta otquchi yo'qdi. Voy, bildi. O'yin to'shot olsang qo'limni ko'taraman senga. BMW'chilarga tan beraman. 10 ta shot endi tedamchikdan olish qiyinroqda, ozgina. Yo'q, Free Fire o'ynaysanmi? Давай, Malibu, ha? Вообще shot olmayapsan. Sen bot. O'rtoqlar, bular TDM o'ynaguncha 50 ming yuzini sizlarga tarqatmoqchiman. Qanaqa qilib desanglar, videoga like bosgan, kommentga RP deb yozgan, repost bosib, menga podpiska bosganlar uchun. Undan keyin o'rtoqlar, men 50 ming yuzini faqat Buldrop saytidan olaman. Sizlar ham kirib, o'zinglarning omadinglarni sinab ko'rsanglar bo'ladi. Timur yoki Shahram kodini ishlatish orqali 20% bonus ham sizlar uchun. Gazini bosinglar, o'zinglarning omadinglarni sinab ko'ringlar. Let's go. Voy, sukalar. Ke, qochma! Ma! Temur idisizlar. Mana oddiy. Voy, qaltiraman, nima qaltirayapsan? Nimasini endi bu iPadda bor-ku? Mana PUBG o'ynashni bilmagan bolaga o'zim ham Free Fire o'ynashni o'rgataman. Shotni ko'ringlar mana. Mayli bu chilar skromni shunaqa katta gapirmasdan deysta qilib qo'yadi. Tushunarlimi? Timur nima bo'ldi endi? Mayli bu chilarga samnayna qilgandi, to'g'rimi? 2,5 deb bo'ldi. 3-qismiga bolalarga 30 ming ta like qilsa, 3-qismiga Free Fire o'ynagani videosi chiqadi. Bir marta yutib qo'ymaydi ekan, uni Free Fire bo'lsa bo'lmaydi. Bolalar videoga like bosib, bizga podpiska bosib qo'yinglar. Let's go.